Nima uchun ot buqalar yuvib ketyapti? Mana shunday bilsang bo'ladi. Okalar, menga zo'r hadya olib kelibdi. Qaranglar. Al-Fajr brendidan qani bitta ochib ko'ramiz. Ana pechatlarni lekin yorishdi. O'xti. Okalar, joy namozi rostakasimi ekan? Vay, mashalloh. Nima bu? Rostakasimi termi bu, ha? Tabiiy terdan tayyorlangan, buqa, ot, tuya terlaridan tayyorlangan bo'ladi. Yagona nusxada bo'ladi. 100% qo'lda ishlangan bo'ladi. Ruchnoy, a? Ruchnoy. To'g'ri ekan, ha? Okalar, bilasiz o'zi ruchnoy ishlachi qimmat yuradi. Hammasi ruchnoy qilinganligi o'zi shundoq ham bilinib turibdi. Mana bu ter mayin ekan. Nechta hayvonni terdan qilingan bu o'shanda? Ot, buqa va tuya terdan. Lekin bu sog'liqqa zo'r narsa. Shunaqa okalar bo'lishadi, ani noodatiy narsalarni yaxshi ko'rishadi, ani antikvar narsalarni. Mana shunday narsa padarka qilsanglar, namozdan orqalari ham bilinib turibdi, mana ko'rasan, ter. Lekin bunda xudo xolasa namoz o'qisa boshqa bo'lsa kerak. Zakaz bermoqchi bo'lsanglar, mana Al-Fajr premium okalar. Profil ratmetga qilib qo'yamiz.